Hammaga assalomu alaykum bo'ldi. Sizlar bilan men Boisi. Bugungi videomizda bizda open pack bo'ladi bo'ldi. Hali video boshlamasdan sizlardan videoga like bosishinglarni va menga obuna bo'lishinglarni so'rab qolaman akalar. Va biz hozir mana shu 109, 113 pakini ochamiz. Hacha bu 111 bersa juda ham zo'r bo'lardi akalar. Juda ham zo'r bo'lardi. Ochdik. Xo'sh. Italiya, Sop, Kumir akalar 111 Gattuso. Qanaqa aytilishini bilmadim, lekin shunaqa yozilibdi, shunaqa o'qidim ular. Xo'sh. 111 valla, xarosh. Hali endigina videoni boshladik, o'sha valla 111 ushadik. 111 ushadik. Endigina video boshlandi akalar. Lekin biz 111 ushadik va biz hozir mana shuni qilib ko'ramiz. 114 bo'larkan, lekin bu uni pozitsiyasi emas. Shuning uchun xo'sh. Hozir ozgina ularni o'zgartirib olamiz. To'g'ri anuni hozir turaveradi, keyin oxirida akalar safimizni qo'yamiz va safimiz oshishi ham mumkin akalar. Zaminga qo'ysak ham tushyapti, mayli, hozirchaligiga bo'ladi akalar. Va hozir biz akalar 3000 talik pakdan boshlaymiz. Paklarimizni 3000 talik pak akalar. 3000 talik pak yaxshi uncha tushber, yaxshi uncha tushsin. Mayli, sal bo'troq tushsa ham sirazi uni fragmentga almashtirib olamiz akalar baribir. Biz hozir marketga kirib bitta chiqsak, o'shanda yaxshi uncha tushadi. Chunki marketga kirib keyin pak ochsak, tushish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi akalar. Bu uni sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozir sinab ko'ramiz akalar. Xo'sh. Yursa bo'ldi akalar, yursa bo'ldi. Yurdi mana. Demak, marketga kirib chiqish kerak ekan. U kam 110. Yaxshi akalar, 110 60 ta fragmentga ketadi. Buni ham beraveramiz. 60 ta fragmentga beraveramiz akalar. Buni ham shu 110 o'rniga Larsen yoki da Campos anolar tushsa juda ham zo'r bo'lardi akalar. Xo'sh, mayli da 60 taga ketar ekan akalar. U hammasini bersa 360 ta va biz bermaymiz. Chunki faqat 110 ni beramiz akalar. Va bizga bu yerdan ham hozir 5000 ta olmos beradi. Va biz hozir buni ham olib ishlatib yana paklarni ochishni davom ettiramiz akalar. Bugun biz yaxshi o'yinchilarni ushlashimiz kerak. Xo'la. Xo'sh, hozir biz endi paklarni ochamiz. Qaysi pakni ochishimizni yaxshi bilasizlar. Albatta 7,5 talik pak. Bunisini emas. Bunisini bo'lmaydi. 109, 113. 7,5 talik pak akalar. 7,5 talik pak. Aytgancha akalar, biz hozir yana marketga kirib chiqamiz. O'shanda yaxshi uncha tushyapti nimagadir. Agar hozir normal uncha bersa, o'sha mana shu taktikka bizga kerak bo'ladi. Keyingi anularda ham mana shu taktikani ishlatamiz albatta. Agar yaxshi uncha bersa hozir bu taktika demak yaxshi bo'ladi. Qani ochib ko'ramiz. Yaxshi uncha ber FIFA bizga. Bu pak 100% yuradi. Xo'sh. Hop. Kam va
Oy akalar, Kanu. Demak bu akalar judayam zo'r taktika ekan akalar. Demak o'zi marketga kirib chiqqanimiz judayam zo'r bo'pti. Sizlarga ham shu taktikani tavsiya qilaman akalar. Tavsiya qilaman. Va bu ham bizni hozir 111 ushadik. Bu degani judayam zo'r akalar. 111 ni ushadik biz hozir. Bular hammasini beraversak 480 taga ketarkan, lekin biz bermaymiz akalar. Chunki bu yerda kerakli o'yinchilar ham bor akalar. Kerakli o'yinchilar ham bor. Va biz hozir yana ko'ramiz, bitta safimizni o'zgartirib ko'ramiz va Kanuni kamga qo'ysak 111. Kanu 114 bo'lar ekan akalar. Bunga rang tushsa bunga ham full rang berishga harakat qilamiz akalar, ko'tarib olishga. Judayam zo'r akalar. Judayam zo'r o'yinchi tushdi, lekin yaxshi akalar, yaxshi. Yomon o'yinchi tushmadi-ku zato. Zato yomon o'yinchi tushmadi akalar. Yaxshi o'yinchi tushdi. Xo'sh. Va albatta akalar, yana o'zgartirib ko'ramiz taktikalarni. Taktikalarni ozgincha o'zgartirib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi tushish ehtimoli. Hozir endi Nunezni setaga qo'yamiz va 114 bo'ladi. Buni zaminga qo'yamiz va buni ham qo'ysak, normalniy sastav bo'lgan akalar. Xo'sh, mana zamindagi o'yinchilarni o'zi normalniyda akalar. Lekin bularni tushgan o'yinchilarni kuchaytirib olsak, lekin o'g'ir tushmaydi deb o'ylayman akalar. Va biz hozir extra time paklarini ochamiz va bu yerdan bizga xo'sh 100 tani yana bizga 500 ta kerak, 9500 anu akalar. Chunki xo'sh akalar, endi bizda 500 ta ham bor pulga biz mana shu losyonni oldik va buni extra time'ga berib olib 5000 talik pakni ochamiz, ya'ni fragment beradigan pak. Chunki bizga fragmentlar juda ham kerak. Yaxshi o'yinchilar olamiz. Niyat o'zi o'sha fragmentlarga gulit olish akalar. 1,5 mingta yig'ib olsak, gulitni olamiz. Buni ham mandayni video qilib chiqaraman akalar sizlar bilan. Mana shunaqa qilib bitta ochib ko'ramiz akalar. Хотя бы 100 ta fragment bersa, FIFA уже zo'r akalar. Agar hozir normalniy fragment bersa, уже omad kelgan bo'ladi akalar. Oy akalar, nimani aytsam o'shani qilyapti. 100 ta fragment. Chotto bu videoda akalar bizning omadimiz juda ham zo'r kelyapti. Juda ham zo'r omad kelyapti akalar. Xo'sh. Va 100 ta fragmentni ham olamiz va bizda общий 720 bitta bo'lib qolibdi уже. Normalniy yig'ilib qolgan deb o'ylayman akalar. Va mana shu 110 ni ham berib yuborsak, bizda 780 ta bo'ladi akalar. Va normalniy bo'lib qoladi akalar. 780 ta akalar. Xo'sh akalar, agar sizlarga video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va sizlarga video yoqdimi yoki yoqmadimi, shuni ham kommentariyaga yozib ketinglar akalar. Hammaga rahmat.